Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sharial kanali va bugungi videorolikimizda mana biz onlayn serverga kirib o'yin o'ynab ko'ramiz. Qani bo'lmasam let's go do'stlar. Birinchi o'rinda onlayn serverga biz mana shu serverga kiramiz. Hozir ko'rsataman. Mana shu serverga kiramiz. Qani bo'lmasam let's go. Xo'sh do'stlar, mana serverimizning yarim joyiga kirdik va bu yerda xohlagan serverlarga kirasizlar. Yonda nechta kishi o'ynagan joylari ham ko'rinadi. Birinchi serverda 50 ta, 2 da 35 ta, 3 da 17 ta, 4 da 27 ta. Men 4-chi serverga kiraman, chunki 4-chi serverda anchalik kuchayib qo'yganman. Bu serverimiz ochilguncha sizlar like, podpiska, obuna, ya'ni subscribe bosib qo'yinglar. Obunani bitta pul qilib bosib qo'ysanglar necha minutli bo'pti? 58 minutli bo'pti. Xo'sh, mana загрузка resursov bo'ldi. Va mana kirdik. Anchalik kuchayib qo'yganman mana motorlarim. Mana pastmi? Savozim pasaytirib olaveray. Nima keragi bor? Unda bu serverda xohlagancha o'zi kirishinglar bilan manaqa bronyalar beradi. Men sotib oldim. Chestplate ishton shunaqalarni ishtonmasdanmikan? Yo'q, ishton ham chestplate bilan ishton sotib olibman va bu yerda almaz, mana shu kichkina shaxta bor. Buni ichida ur bo'lmaydi. Qizil chiziq bor. Shu qizil chiziqdan chiqqandan keyin ur bo'ladi. Bu almazlardi. Endi almaz ko'p va shuning uchun bularni olib olaveray. Men sotib yuboraman bularni. Yaqinda mononim ham sinadi. Mana shunda kichkina shaxta bor. Keyin yon tarafimda urishadigan joy bor. Kirib o'ynanglar, zo'r o'yin. Kirishinglar bilan mana zo'r kuchaytirilgan qilich, hamma maslahatlar beriladi. Qilichga 5 ketdim o'zi ham bitta ursanglar yoqib yuboradi odamni. 5 emas 6 ketdim. 7 ham. Bo'laveradi. Hamma o'yinchilar qani o'ziga nima ishlaydi-yu? Yaxshi, meni foydamga. 32 ta olmas. Boshqa resurslar kerak emas menga. Bo'ldi, juftayni rostlaymiz deganda oltin ko'zimga qarab tupuryapti-da. Ketdik, endi tashqariga chiqamiz. Qaysi tarafdan edi? Mana tarafdan chiqamiz. Va bu axlatlarimizni sotib olamiz bunga. Tepada pul bor, haligini ko'rgan bo'lsalar kerak. Menga hozir yer blok kerak emas, tosh kerak. Keyin chotki uy qurib qo'yganman, shuni ham ko'rsataman. Loy blok yana kerak emas. Kirganimda tursin. Mana aka, bratan, loy ham oling. Buni ham oling, buni ham oling, buni ham oling. Bo'ldi va kirkani betga qo'y. Qilich kerak emas, oltin olmoq, zingor zero kerak, bizga qilich bo'ldi. Bo'ldi, hammasi uchi-buchiga bo'lama bo'ldi. Va endi biz o'zimizni uyimizni qidirishgani otlandik va mana qanaqa narsa bor. Mana qizil chiziq bor, mana qizil chiziq turibdi. Mana shunday o'tishlar bilan jon ketadi, ya'ni ur bo'ladi. Voy jonim. Va almas. Almas kerak bizga. Mayoq o'rnataman men hali. Hali menga anaqaga borib kelishim kerak. Nima edi? Nomi nima edi? Nezir. Esimdan chiqib qolibdi nomi. Nezirga borib kelishim kerak. Chunki nezirdan uchib voy topib ketdi bitta joyda. Boshqa joyda olmos. Ustimdan kulyapsanmi? Bo'ldi, sur deganda olmos qolmadi. Keyin urushadigan joy dedimmi? Mana yerda talpa bo'ladigan joy bor, talpa. Nezir ishton kiyapti. Boshqa joyni ham nezir itamsangiz. Talpa bo'ladi. O'no, talpa bo'ladi. 10 ta gaplashib o'tirishib talpa qilishmasdan. Talpa bo'ladi. Shunga biz betga kirmaymiz va o'zimizni ishimiz bilan otlanamiz. Hozir o'zimni qurgan uyimga borib olsam, hammasi uchi-buchi bo'ladi va uni qidirish ham azob. Mana shu atroflarda edi. Qaysi
almashtirib, lekin endi uni qidirish qoldi. Ekrandan qoch. Mana almashtirib ekan. 10 ta bitta odam turibdi. Ha, mana xuddi almashtiribdi. Men hozir saroyim ko'rsataman. Bitta. Nima qilyapsan bitta? Bitta. Qayerga ketib qoldim bitta. Bitta hech narsa bo'lmaydi. Endi 1 yil 24 soat 2 hafta 36 kun 1444 yil qidiramiz. Qani bolalar birovning uyi birovning uyi ekan. Mana masjiddan o'tib ketdim. Qaysi tarafda meni uyim? Masjidga kirdim. Qayerda ekan endi meni uyim? Qidirgandan keyin videoni yoqaman. Xo'shlar, mana men priyam umuman uyim topolmadim va shunga mattam bloklar olib ketaman, o'zim yaqinroqqa suvni yoniga o'zim uy quraman. Endi mattam bloklarni juftagini boshlash kerak. Haligi yer bloklarini sotib olibman-da. Bitta hech narsa bo'lmagan. Endi sal ba'zan yonrog'iga ba'zi quraman-da. Uzoqqa qo'yardim. O 1 kun vaqtim ketdi mana shuni qidirishga. Ya'ni Minecraftda 1 kun. O'ta darajada tarqalib yashib o'ribman endi. Endi marta blok chopib, endi suvga qilishadi-yu, suvga. Suvga qilib beraman. Olamiz. Hamma joydagini olamiz va uyim yonidagiga yaqinlashtirib qilaman-da. Hozir ketdim bitta Eiffel minorasini nima baloni topib oldim. Sizlar mana o'zimga chotki joy topdim, o'zi ham karta ekanda. Nari taraflarda ham joy bor ekan, lekin men aynan mash taraf tanladim. Mana bazam yoniga yaqinman. Shunga yo'qotib qo'ymaylik deb mashti bazlarni yonrog'iga qildim. Endi qani blok qo'ysak qo'yiladimi? Qo'yildi. Demak, ishni boshdan boshlab olsak ham bo'lar ekan, remontlar. Mashlar tekizlab o'zimizga joy qilib olamiz. Sindir. Uni yorib qo'yish ishini ol. Uni ham shaxt ekan. Shaxt ekan. Kichkina tupik. Ko'rikchi. Uni yana sindir. Bunu obsidianliydi. Uchan. Ne bor ichida? Biram texnika aniq qo'yibdi. Sindirsam bo'ladimi? Bo'lar ekan, demak, bularni yig'ishdi. Teng yarmi meni joyim. Bitlarni ham remont qilamiz. Qo'ydi juna. Kaykiras endi yotayoseman ta pound po'ti qo'yib qo'yaman. Kaykiras. Bitta dona yetmayapti, bitta. Qurumsoqlar bitta donaga yetmay qoldi-ya, qurumsoqlar. Bitta donagina. Katta shaxtamiz, kichkinaroq shaxta bor ekan. Bu yerda ham bosib olaveramiz, o'zimizni qilib olaveramiz. Kambag'al emasmiz. Mana uyda ham bosmasam bo'laveradimi? Yo'q. Demak, bu o'zini joyi ekan, alohida bizga matal yetaveradi. Matni yig'ishtirish kerak. Birinchiday blok sindirib olmas ekan. Betlarni ham sindirib olmas ekan, demak. Voy, sirli joyini topib oldim buni.
ekran to'sibdi. Nima ekan bu? Tupi ekanmi, tualetchi. Tualetchi ekan. Endi mat qo'yamiz. Endi tekkizlab qo'yish kerak etamadi. Matga ham qo'ysam bo'ladimi? Bu qo'yib bilamanmi? Qo'yaman ekan. Mashlarni o'zim ichib qo'ysam, og'ziga ayb yo'q. Demak, bu liniyalar buninikiga tegishli ekan. Demak, manetlar meniki, matni ham qilsam bo'ladimi? Yo'q, nimaga? Bu kam qo'yib bo'lmaydi. Demak, boshqacharoq qilamiz. Kam blok ko'rinmayapti. Demak, unda biz hozir qurilish ishini boshlab olsak ham bo'laverar ekan. Hozir menga birinchi kerak bo'ladi, pechkam kerak bo'ladi. Va kichkina uyim qilib bo'lgandan keyin videoni yoqamiz. Xullas do'stlar, bu yerdan bizga bo'lmay ekan, shunga bu yerdan ham juftlikda rostlaymiz va chotki joy topib turib uy qurib olib, keyin videoni yoqaman. Va do'stlar, pastga blok qo'yib bo'lmayapti, shunga mana tepani topdim. Endi tepaga bazam qilaman. Do'stlar, qaranglar. Hozir mana shu yerga qilib o'tirdim. Motorapini endi qilib liq qaytib motorapam bo'lib qolibdi. Qanaqa qilib? Xo'shlar, va men oxiriga kelganda liq qaytib o'lib qoldim. Nima deylik endi, yana boshdan kuchayamizda endi. Oxirida bitta blok sindirdim, liq qaytib o'lib qoldim. Nima deylik? Endi boshdan yana aslahalar yasab turib, endi yana olmosdan boshdan kuchayamiz. Stopda unda siqilmaymiz, yaqindaydi. Va endi daraxt, mana shu daraxtlar bor edi, daraxtdan kuchayib olaman endi. Yaxshi, ba'zan yonimga sandiqqa daraxt solib qo'yishibdi. Hozir uchi-puchi qilib olmosdan kuchayib ketamiz. Keyingi qismda uyimizni oxirigacha yetkazib qo'yamiz. Bo'lmasa hammaga xayr do'stlar.